Bugün 14-yanvar 2025-yil. Mana oldin ko'rsatganimdek, mana bu yerda bodring bor edi. Bodring yig'ishtirib olindi. Endi pomidor ekishga mana yerda tayyorlab, yerda shudgorlab qo'ydik. Mana tepaga termos tortildi. Mana bu yerda yana otoplenniy issiqlik turbalari tortilgan. Nasib bo'lsa 20-dekabrdan pomidor ekilib, pechkalar yoqilib qizdiriladi. Shunga endi tayyorgarlik ko'rilyapti. Narigi nima yopildimi yo'qmi hali? Narigi parnika ishlayotgan yo'qmi odamlar? Yo'q, usta qolib ketgan. Malik tozalatib bo'ldimi parnikni? Ha, Malik tozalab bo'lganlar bo'lgan. U endi yanvarda 20larga ekadi. Malik bu. Ha. 25 Boqcha ishlayapmi? Ha, pochcham, alishtirib Pechka kotyollar tayyor, ko'mirlar olingan. Ana shuvalchangning o'risidan olib qo'yilgan. Hammasi taxt qilib ekishga tayyorgarlik ko'rib bo'lgan. Biogo'mus deyiladi, shuvalchangdan chiqqan o'rnida biogo'mus ham olib kelingan.